O'g'lim, men yana safar ketyapman. Maktabing qoldirmagin. Mana bu ro'zg'orga pul. Uyni erkak o'zingsan. Yaxshilab qara. Non-pon u bu narsalar olib kirib tur. Mana bu Umidning ovqatlariga. Umidni o'ldirib qo'ymagin faqat, xo'pmi? Umid kim u, dada? Dada, buni nega boqishim kerak? Chunki qushcha kichkina, yordamga muhtoj. Agar bunga yaxshilab qarasang, seni sayohatga olib chiqaman. Sayohat? Ha, Rostdanmi? ha. Bo'lmasam qarayman. Qushchani ismi Umidda, o'g'lim. Ha, Yaxshilab qara. xo'p. Agar biron narsani tushunmaydigan bo'lsang, menga bemalol telefon qilaver. Telefonim yo'q, dada. Ana o'g'lim, Texnomaxdan yaxshi telefon olib kelib qo'yganman. Ana shundan uyda bo'lganingda bemalol telefon qilaver. Xo'p, Kelishdingmi? kelishdik. Hoppa. Bo'pti. Bagajni ochib oling. Hey. Ali, assalomu alaykum, dada. Va alaykum assalom o'g'lim. Umid tirikmi? Dada, qushcha tirik. Uychasini tozalab qo'y. Xo'p. Ali, assalomu alaykum, dada. Va alaykum assalom o'g'lim. Yaxshimisan? Qushcha o'lib qolmadimi? Yo'q, qushcha tirik. Faqat ovqat tugab qoldi-da. Shuna Zafar amakiniga chiqqan, qushchani ovqatidan olib chiqasan. Dada, shuni ertaga qilsa bo'lmaydimi? O'g'lim, o'zing och qolsang darrov ovqat qilib bering deb aytasan-ku. Shuning uchun hozir chiqib kelgin. Xo'p bo'ladi, dada. Assalomu alaykum. Kim bor? Ha? Oyi, dadam keldilar. Dada. Aziz, Umidni o'ldirib qo'ymadingmi? Yo'q, ana tirik. Ha, barakalla. Xo'sh, aytchi, Umidni yashashi uchun nima ishlar qilding? Ovqatini, suvini vaqtida berdim. Xo'p. Quyoshda qolib ketsa, Aha. salqinga olib qo'ydim. Xo'p. Savatini tozalab qo'ydim. Aha. Xullas, yaxshi qaradim-da, dada. Barakalla o'g'lim. Meni ishonchimni, Umidni-ku o'ldirmabsan. Lekin ustozlaringning ishonchini o'ldirib qo'yibsan-da, o'g'lim. Nimaga, dada? Mana ko'rib turganingizdek, o'g'lingiz ballari ancha pasayib ketgan. Menimcha unga biroz mas'uliyat yetishmayapti. Biz o'qituvchi bo'lib qo'limizdan kelgan harakatni qilyapmiz, lekin ota-onaning o'rni boshqa. Shunga jiddiy chora ko'rmasliklar bo'lmaydi. Xo'p bo'ladi. Rahmat. Salomat bo'ling. Xo'p. Xullas, shunaqa gap o'g'lim. Dada, xatoyimni qanaqa to'g'rilasam bo'ladi? O'g'lim, o'zingni tartibga sol. Ustozlaringni aytgan vazifalarni o'z vaqtida bajargin. Yaxshi o'qigin. Mana shu qushchani yashab ketishi uchun qanchalar yaxshi harakat qilgan bo'lsang, ustozlarning ishonchini oqlash uchun bundan 10 barobar ko'proq harakat qilishing kerak. Shunda hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'p bo'ladi, dada. Kelishdingmi? Kelishdik. Baraka top o'g'lim. Xo'sh o'g'lim, endi aytchi, senga va'da qilgan sayohatimga bugun olib boraymi? Yoki ustozlaring ishonchini oqlagandan keyin, o'qishlaring 5 bo'lgandan keyin olib boraymi? Ustozlarimning ishonchini oqlagandan keyin olib boring. Baraka top o'g'lim.